Mana eng oxirgi uyni ham pullarini oldim. Men desa bo'ldi, desa bu yerdan quyonqish kerak. Savobaga kimdir ushlab oladigan bo'lsa yomon bo'ladi. Qaranglar, shuncha pul. Endi esa bularni bir yerga yashirib ketishim kerak va ertaga bularni hammasini olib ketaman. Qayerga? Faqat qayerga? Mayli, hozir bir yerni qidirib ko'raman va shu yerga pullarni yashirib ketaman va ertaga tongda hammasini olib ketaman. Mana bu yerga yashirsammikin? Mayli, shu yerga yoshiraman. Qishloqqa juda yomon ish bo'libdi-da. Balakat nima hamma pulingni o'g'irlab ketganmi? Bitta mashinaga yetadigan pulim bor edi, hammasini o'g'irlab ketibdi. Yaqinda mashina sotib olaman deyotgandim. Nursan, qishloqqa sanigina ham o'g'irlab ketibdi, mana buni ham o'g'irlab ketibdi. Nima bo'lgani o'zi? Natijada hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan yana men o'sha Krif. Mana yangi videorolikimga xush kelibsiz. Bola yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Omonmisizlar? Albatta bola videoga kirishdan like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas kalom bola, bugun bizda qishloqda mana bunaqa voqea bo'ldi. Ya'ni hamma qishloqlarning pulini o'g'irlab ketishibdi bo'lib bilmadim kim. Mayli bo'lar juda yomon ish bo'libdi. Qaranglar bo'lib, mana bu qishloqni mana derazasini sindirib, qishloq o'zi qanaqa voqea bo'ldi? Bilmadim, tongda turib qarasam hamma pullarimni o'g'irlab ketgan. Vaqti lekin yomon bo'libdi bo'lar. Krif, nima deysan? Sani pullaring o'g'irlanganmi? Yo'q, to'g'risi meniki o'g'irlanmagan, bilmadim qanaqasiga. Qanaqasiga? Stop. O'g'ri qara, meni uyim bilasan, mana bunaqa tor va ichkarisidagida yorimda kimdir o'tib ketsa, darhol sezaman. Rostdan ham meni uyimda juda ham katta sezmaganman ham. Lekin qishloqqa juda ham yomon bo'lgan. Mayli, mana undan qolsa mashlarimni qila olay. Xo'p. Bo'llar o'zlar ko'rishlar mumkin bo'llar. Bo'llar hamma qishloqlarni pulini o'g'irlab ketishdi bo'llar. Nima uchun menigini o'g'irlamagan deysizlarmi? Birinchidan meni santig'im bilasizlar bo'llar, to'g'ri turibdi. Ya'ni uyimni to'g'rida va u yergacha borish qiyin bo'lsa sezdirmasdan va meni uyimni bilasizlar, juda ham tor. Shuning uchun bo'llar agarda kimdir yonimda o'tadigan bo'lsa, prosta sezib qolamiz. Sababi bu yerdan sezdirmasdan o'tishni iloji yo'q. Shuning uchun bo'llar endi siz bularni hammasini yaxshilab olamiz va bularni endi sandig'imizga solib qo'yamiz bo'llar. Lekin juda ham yomon bo'libdi-da. Bo'llar qaranglar, hamma qishloqlarni o'marib ketibdi bo'llar. Mana bu Tuman. Bo'lak cho'ti mana bu yomon hid chiqaryapti. Buni tashavvuri tushunmadimi? Nima bu? Qanaqadir eshikmi? Bu yerda qanaqa eshik tushunmadim vobshe. Nima bu yerdagi lava qani? Vobshe tushunmadim. Nima bu? Qanaqa eshik bo'lgani? Meni uyimda bunaqa eshik yo'q edi-ku. Temirli eshik tushunursiz. Bo'llar tushunmadim vobshe. Hozir bo'lib hozir ko'rish kerak. Hozir mana bu yerga mana narsalarni solib ketaman va mana buni ham solib bo'lib hozir kirkamni oluvchi bo'llar. Qanaqa narsa ekan? Yo'q, bo'llar qilichni olmagan yaxshi. Sababi agarda kimdir chiqib qoladigan bo'lsa, basharasini yoshga kerak bo'ladi bo'llar. Tushunmadim vobshe. Qaranglar, bo'llar qanaqadir rejagim bor. Taqqani sindirib ko'raylikchi buni. Mana bu yerdagi lava qani bo'lib, balakat axir menga lava kerak. Taqqani mana buni bosaylikchi, o'ppini. Tushunmadim, bo'lib ochildi bu eshigi. Stop, bo'lib tushunmadim meni. Qani bo'lib tushib ko'raylikchi, narvon bor ekan bu yerda. Bo'llar qani tushunmadim. Nima bu? Bo'llar qishloqdagi izimburutlarmi bo'llar? Tushunmadim bo'llar. Axir bu qishloqdagi o'g'irlangan izimburutlar-ku, balakat bo'lib bu yerga qanaqasi kelib qoldi bu yer? Bo'llar to'rttaki izimburut bu yerda. Men to'g'risi vaqt tushunmadim bo'llar, qanaqasiga bu yerga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Va bo'llar merni o'g'irlangan mashinasi bo'llar. Stop, qishloqqa. Tushunmadim. Krif, nima bular? Bilmadim qishlog'i. Nima san tushunali san ekansan to'g'ri. Yo'q, qishlog'i jinnimisan, men axir bilasan axir qanaqa bo'laligimni. Yo'q, mana bu yerda hamma pullar va merni bukatga qara hammasini aytib beraman. Krif, qishloq qanaqa krif, qishloq jinnimisan, men axir bo'llar buni nima bo'ldi, mana o'g'ri deb ketdim. Bu bo'llar axir o'zlaring bilasizlar men qanaqa bo'laman, hech o'g'irlik qilmayman-ku axir. Bo'llar qaranglar, bukatga mana bu yerda turibdi. Kim o'g'irlangan bo'lishi mumkin? Stop. Mer qo'ng'iroq qilyapti bo'llar. Alo, eshitaman mer. Alo, kirib tez uyga kel. Xo'p. Balakat pulni qarayli, shuncha pul bo'llar. Nima tushunmadim va shu bo'lib borib surishtirish kerak. Kim bo'lib bu yerga qo'yib ketgan bo'lishi mumkin? Men bo'lib o'g'irlamadim, lekin o'zi bo'llar tunda 3 da yotgan bo'lsam, tunda 3 da bo'llar ungacha 3 da video montaj qilish kerak edi bo'llar. Shuning uchun ozgina bo'llar ishlarim bor edi. Mana buni ham tashlab kerak. Qaray, men sendan unaqa ish kutmagandim. Qanaqa ish qishloqlar vobshe men sizlarga tushunmayman. Nima bo'llar hammasi o'shani o'tiribdi bo'llar, shu gapga jinnisni bo'llar hozir borib ko'rish kerak. Mer assalomu alaykum. Mana o'g'ri. Tushunmadim, qishloqlar o'tib ketdi. Mer axir o'zingizdan bilasiz. Men sendan bunaqa ish kutmagandim lekin. Mer qanaqa ish axir mening o'zingizlar bilasizlar-ku, men unaqa o'g'irlik ish qilmayman. Yo'q, Krip, men sana unaqa bo'lmagandim. Ketib qolma, hozir politsiya chaqiramiz. Mer axir emas, hozir politsiya chaqiraman, ketib qolma deyapman.
Mayli, tashqarida yuraman. Ketib qolsang bilasan-a, baribir adreslaring bor menda. Bilasan, hammasiga qayerga yotganini bilib turaman. Bilaman. Bo'lib parakkat qochib ketaman bo'lmaydi. Sabab bo'lib bularda emas bo'ladi. Baribir qayerdaligini bilib qolishadi. Politsiya kelishadi, hamma yoqni qidirishadi bo'ladi, lekin bo'lib men bilasizda unaqa bo'lamasman. Kref, nima sen shunaqa ishga qo'l urarmiding? Yo'q, qishloqda qanaqa men axir o'g'irmasman bo'lib jinnisim bu yerda. Qanaqasi kelib qo'ygan bo'lishi mumkin bo'lib merni kecha yangi Bugatti sotib olgan o'sha ham turibdi bo'ldi. Lekin men bo'lib ularni hech qaysini o'g'irlamagandim. Qamayli o'z bo'lib bu yerda o'tirib turaylik, baribir hech yerga qochib keta olmayman. Sababi hozir baribir ushlab bo'lishadi. Men bo'lib kelinglar, mana bu yerda o'tirib bo'lib nima bo'lgan bo'lishi mumkin bo'lib bitta o'ylab ko'raylikchi bo'ladi, lekin men kecha tunda yotdim o'z uchilarda. Ungacha bo'lib tashqariga ham chiqqanim yo'q hechgacha. Mayli bo'lib, mayli kutamiz endi bo'lib politsiya kelishini. Bo'lib mayli. Juda ham qo'rqaman to'g'risini aytsam. Mayli bo'lib. Xolos keling, mana bugungi bizniki majlisimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va Krif aybdor bo'lib topildi va hamma pullarni o'g'irlangani uchun 10 yillik qamoq jazosi berilmoqda. Ko'sh Krif, eng oxirgi gapingiz. Shitilla, mer, meni aybsiz aybdor qildilaring. Men axir o'zinglar bilasizlar men qanaqa bolaligimni. Seni bilmas ekanmiz biz. Uzr Krif. Sen ekansan o'g'irlagan. Mer axir birazku o'zingiz qanaqa bolaligimni hech kim narsasini o'g'irlamaganman, mer. Yo'q. Men seni bunaqa bo'ladi deb o'g'irlamagandim. Jinusini hamma menga qarshi. Bo'la xulos kelam. Nima qilyapsiz? Video olayotgandim. Video olish mumkin emas, ochiring kamerani. Yo'q, ochirmayman, uzr. Men video olishim kerak. Yo'q, ochiring deyapman. Kanalingizda qancha obunachi bor? 4 ta kanalimda 1000 ta obunachi bor. Tushunarsan, mayli undan aloqaning. Minecraft qo'ydilar shunaqa. Bo'ldi. Xulos ko'ram. Mana o'zlar ko'rishlar mumkinki, bu yerga ketmang. Barib qochaman deb o'ylayapsanmi? Qo'llarda avtomat bor-ku. Xo'p. Bo'ldi, mana o'zlar ko'rishlar mumkin bizada bo'ldi bugun mana aybsiz aybdor qilib olishdi. Mana politsiyalar kelishdi hamma bo'ldi va mana 10 yillik qamoq jazosi berilmoqda bo'ldi. Bo'ldi, to'g'risini aytsam, umuman hozirga ko'rsataman bo'ldi. Bo'ldi, baribir to'g'ri aytsam, men bo'ldi, bilasizlar, men unaqa ish qilmaganman bo'ldi, lekin meni bo'ldi aybdor qilib olishdi. Mana bo'ldi, mana bu yerdan pul chiqqan va meni uyni tagida bo'lgani uchun bo'ldi meni qamoq jazosi berilmoqda bo'ldi menga. Bolakay, nima deysiz? Sen o'g'irlamaganmiding? Yo'q, men unaqa bo'lmasdim. Men lekin polkovnikimizga nima so'radi? Bizni boshlig'imizga baribir qarshilik ko'rsatmayman hozir. Bo'ldi. Stop. Mana kalamga bitta idea keldi, bo'ldi, qaranglar. Bo'ldi, mana kodlar bo'ldi, qaranglar. Bizning qishloqda mana bunaqa kameralar bo'ldi, oz. Mer. Nima deysan yana? Bo'ldi, boshqa gap yo'q, hozir seni olib ketadi. Voy, mer, qishloqda axir mana bunaqa kameralar bor, balkim kameraga tushgandir. Nima? Kamera bormi? Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, mana kameralar bor yashirin. Bo'ldi, unda qolsa ko'rish kerak buni. Mer, hozir kamerangizni monitorni olib kelaman. Bo'ldi. Nimaga shu ertaroq yodimga kelmadi deb bo'ldi, axir mana kameralar bor, o'zingizlar ko'rish mumkin. Bo'ldi, qaranglar, mana ulangan hammasiga bo'ldi, mana hammasiga ulangan, hozir sizlarga ko'rsataman bo'ldi. Mana qarang. Mana menimcha shunda sim kartasi bor va hammasi saqlab qolingan. Rostdan ham kamerangiz yodimizga kelmabdi. Yodingizga kelmabdi, mer. Siz bilan endi oramiz ochiq. Men bilan boshqa hech gaplashaman deb o'ylamagan. Xolos ko'raman, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Boshliq hozir qani ko'rish videodan ko'ramiz. Xo'p, qani unda bo'lsa sekin ko'rishni boshlaymiz chekkadan. Davay. Tushunmadim. Rostdan ham sizning hech qanaqasiga aybingiz yo'q ekan. Shuni boyatdan beri sizlarga qancha vaqt tushuntirdim axir. Uzr sizdan. Mer, bu hech qanaqa aybdor emas. Bu bizni qamoqxonamizdan qochgan mahbus va u 3 yildan beri qidirilmoqda edi. Va o'sha hamma narsani o'g'irlangan ekan. Mer. Krif, iltimos bizani kechir. Qanaqa kechirish, mer, qanaqa kechirish? Jin ursin axir. Bo'ldi, mana o'zida ko'rishlar mumkin bo'ldi. Nimasi bo'ladi? Hamma pulni bo'ldi 3 yil oldin qamoqdan chiqqan bo'ldi, mahbus o'g'irlagan ekan va u haligacha topilmagan va o'zida ko'rishlar mumkin. Hamma pulni shu o'g'irlagan va bo'ldi, qaranglar, menga to'nkab, mana kattoki bo'ldi, qamoqchi bo'lishdi. Tushunali bo'ladi. Demak, bular hech biri menga ishonishmaydi. Ya'ni hech biri menga ishonishmadi. Bular qaysi biri mana bulardan hech biri meni yonimga olmadi. Xo'sh, endi nima bo'ladi, ofitser? Xolos ko'ram, deydan buyon siz hech qanaqasiga aybsiz deb topilasiz va sizda hech qanaqasiga ayb yo'q. O'sha mahbus ko'rinib turibdi, mana hamma pullarni o'g'irlab sizni uyingizdan ostiga tiqgan. Mer, xo'sh, qanaqa gapingiz bor? Krif, iltimos bizani kechir. Hammamiz nomimizdan uzr so'raymiz, iltimos. Rostdan ham Krif, kechir bizani.
Qanaqa kechirish qilasiz? Sizlarni bilasizlarmi? Hech kechirilmaydigan xato qildilaring hammangga. Menga hamma aybni to'nkadilaring. Mayli. Kiray, iltimos kechir. Bilmadim, to'g'ri aytsam bo'ldi. Nima deysizlar bo'ldi? Shu qishloqlarni bir marta kechiraymi? Albatta bo'ldi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men to'g'ri aytsam o'ylanib qoldim. Bo'ldi, kechirsammikin yoki kechirmasammikin. Lekin bo'ldi, meni hattoki qamab yubormoqchi ham bo'lishdi. Men bo'ladi ekan, to'g'ri aytsam bulardan уже xafa bo'ldim va bo'ldi, даже meni qamamoqchi bo'lishdi. Qaranglar, bo'ldi, mana bu yerda juda ham ko'p kameralar bo'ladi. Qaranglar, mana bu yerda kamera bor. Mana bu yerda bo'ldi, mana polni kameralar bilan o'ralgan va mana bu yerda ham kameralar bor. Xullas bo'ldi, mana bu uyni o'margan, mana bunaqa merni uyni va mana bu va ana bu yerdagi ana bu qishloqning uyini ham o'margan bo'ldi. Hamma qishloqlarning uyini o'marib bo'ldi. Xullas kameraga tushgan. Va bo'ldi, endi o'sha mahbusni o'zlari bo'ldi qidirishadi. Qaranglar, bo'ldi, mana bu qishloqimizni sandig'i bilan qo'shib bog'lab ketib bo'ldi. Bola, bilmadim endi nima qilsam bo'ladi. Albatta iltimos bo'ladi, sizlar kommentariyaga yozib, to'g'risam men o'ylab qoldim bo'lib, bularni kechirsammikin yoki yo'q bo'ladi. Albatta sizlar iltimos kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mayli bo'ldi, unaqa bo'lsa, barchaga xayr. Sizlar bilan yana mana shu kirib bo'ldim. Albatta bo'ldi, videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Mayli bo'ldi, charchamanglar. Sog' va salomat bo'linglar.